ilm ma'rifat xazinasi yonmoqda. Lashkarlaringizga buyuring, o'tni o'chirsinlar. Qo'yvor. Janob amir. O'zing kim bo'lasan? Men tabib Ibn Sinomen. Janob amir. Hamma ilmlarga oid nodir kitoblar yonib ketmoqda. Alloh haqi, o'tini so'rayman. Dinsizlikka chaqiruvchi kitoblar o'tda yonayotgan bo'lsa, bu Allohning irodasi. Siz katta gunoh orttirayotibsiz. Bu kutubxonadagi kitoblarning har bittasi sizning xazinalaringizdan qimmatroqdir. Tiling o'tkir ekanmi? Mayli boshimni choping, ammo kutubxonani saqlab qoling, janobi amir. Jasur yigit ko'rinadi. G'azabim bilan o'ynashma. Uyaling, janobi amir. Siz qaroqchilardan ham battar ish qilyapsiz. Sarbozlaringiz xalqni talamoqdalar. Fuqaroni o'ldirmoqda. Aqalli kelgusi avlodlarimiz la'natidan qo'rqing. Agar kitoblar xazinasi bu yerda nobud bo'lsa, unda avlodlarimiz sizni afv etmaydilar, janobi amir. Bu so'zlaring uchun boshingni olmoqim lozim edi. Jasurliging menga maqbul bo'ldi.